Anekdotda jinnisi samolyot Turkiyaga uchib ketib turgan ekan, bitta motor ishlamay qolib qulab ketibdi. To'g'ri dengizning ichiga tushibdi. Bir dona yoshgina qiz tirik qolibdi, qolgan hamma o'lib ketibdi. Qiz bechora suzib chiqib o'rmonga 3 kun och-nohor u yoqdan bu yoqqa yuribdi. Oxiri bunday qarasa, uzoqdan tutun ko'rinib qolibdi. Tutunga qarab yuguribdi. Xursandligidan bormidi qarasa, yoshi katta otaxon o't qo'yib o'tirgan ekan. Borib haligi otani quchoqlab olib, "Ey ota, tirik jon bor ekan-u. 3 kun bo'ldi samolyotimiz qulab ketgan, hamma o'lib ketdi. Men bitta o'zim tirik qoldim. Siz nima qilyapsiz bu yerda?" Desa, "Ha qizim, men 15 yildan beri shetdaman. 15 yil oldin shekka tushib qolganman. Ketishda iloji yo'q, shetda yuribman." Desa, "Ey ota, 3 kun bo'ldi narsa yemaganimga. Menga biror yegulik bering, men sizga 15 yil orzu qilgan narsangizni beraman." Desa, otam bunday qarab, "Nosing bormi?" degan ekan.